Salom, bugun qanday qilib Telegram, Instagram, TikTok, YouTube'ga nakrt ko'rishni o'rgatib qo'yaman. Buning uchun Telegramga kiramiz va qidiruvga kuchukcha trafik plus bot deb yozamiz va chiqqan modga kiramiz va boshlash tugmasini bosib majburiy obuna kanallarga obuna bo'lamiz. Hop, ikkinchisi va uchinchisi. Obuna bo'ldik va obuna bo'ldim tugmasini bosamiz. Va bizning hisobimiz pulni to'ldirib olish uchun hisob to'ldirish tugmasiga bosamiz va o'zimizga qancha kerakli summa minimal miqdor 1000 so'm. Men 10.000 so'mga yo'q 10.000 so'm emas 9500 so'mga to'ldiraman va kartamni nuqsalab o'zimizga qulay bo'lgan to'lov ilovasiga o'tib olamiz. Kartani kiritamiz. Internet menda yaxshi ishlamayapti. Mayli. 9500 so'm. Nega bo'lmayapti? Hop, o'tdi va botga qaytib olamiz. Balans avtomatik to'ldiriladi. Faqat men ko'rsatayotgandek любой ilovadan to'lov qilishingiz mumkin. Va mana hisobimizga tushdi va orqaga tugmasini bosamiz. Va yana hisobimni bosib tushgan yo tushmaganligini bilib olamiz. Hozir menda umuman yaxshi internet ishlamayapti. Mana hisobimizga tushgan va xizmatlar degan tugmani bosamiz. Va Telegram obunachi va o'zimizga kerakli xizmatni tanlab olamiz. Yo'q, bu xizmat emas. Shu xizmatdan foydalanaman men. Sizlarga o'zingizga qulay bo'lgan xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Va test uchun 100 ta qilaman men. Va Telegramdagi kanal yoki guruhimizdan link olamiz masalan. Test uchun va kanal ommaviy bo'lishi kerak. Va kanal yoki guruh linkini olib turib botga tashlaymiz. Botga tashlaymiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz. Va buyurtmamiz ro'yxatdan o'tkaziladi. Yana orqaga tugmasini bosib buyurtmalarim tugmasini bossak mana bizning buyurtmamiz kutilmagan holatda turibdi. Va kanalimizga kirib ko'ramiz. 96 ta obunachi tezda qo'shilib kelaveradi. Obunachilar o'zbeklari bo'lmaydi. O'zbek obunachi qo'shmoqchi bo'lsangiz yana o'sha xizmatlarga bosamiz va Telegram obunachi bo'limiga o'tamiz. Va bizdagi o'zbek xizmatlar
O'zbekiston premium obunachi. O'zbekiston premium obunachi. O'zbek obunachini o'zi bu xizmat chiqib ketadi va bizda bezmen xizmatlar ham bor. Bu yerda faqat Telegram emas, Instagram, TikTok, YouTube va Telegram uchun start sotmoqchi bo'lsalaring, Telegram start ko'tasizlar. Akkauntni sotmoqchi bo'lsalaring, Telegram startga bosib, buyurtma berish tugmasiga bosasizlar va minimal 50 tani yuborib, mana hozir hisobimda pulim yo'q va user tashlaysizlar shunaqa deb qilib. Va sizlarga Telegram nomer kerak bo'lsa, botdan onlayn do'konga bosib, shu botga kirib nomer ham sotib olishlaring mumkin. Tekshirib ko'rsamiz va Telegramga ham sotib olish. 13.365 so'm O'zbekiston nomeri va arzon davlatlarga bossalaring shu narxlarda Telegram raqamini ham sotib olishlaring mumkin. Bunda hisob to'ldirishga bosasizlar va Humo Uzcard kartasi orqali to'lov qilib chek yuborasizlar. Bu bot esa avtomatik balansni to'ldirishlaring mumkin. Yoki PUBG uchun yuzi kerak bo'lsa, yuzini bosib, mana shunga bosasizlar va o'zingizga kerakli miqdorni PUBG Mobile ID'ingizga kiritib 24 soat ichida sizga yuzlarni tushirib berishadi. Hammaga xayr, videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishlaringni iltimos qilib so'ragan bo'lardim.